Endilik vatandaş tahlil, bir cümle tahlil. Bugün çizsaq 2021 ayının 16. gün heptiga seyşembe vatandaşım. Bugün aslında biz iqtisodga bağlı qaldı tahlil elib berişimiz gerek idi. Yuqorida sizlarga sözüldük vaziyetdeki siyasi vaziyetdeki özgürlükte. Mesela Amerika Qo'shma Shtatlarining prezidenti Joe Biden oldimizdagi juma kuni 7 davlat guruhining yig'iniga tahliliy qatnashdi. Rasmiy yig'in 6 oyda. Biz tahlil qilib kelyapmiz, hurmatli vatandoshim. Ben tunigin dedim, yoki hamda Qirg'oq isimdan qoldim bilmayman. Hozirgacha 7 davlat guruhi yig'inining bir qatim kishilik huquq degan jumlani ishlatib, yig'in ochganligini bilmaymiz. Lekin bu qatim kishilik huquq degan bu bir gap, bir eg'iz gap yoki bir modda 7 davlat guruhining yig'iniga kiradigan bo'ldi. Uning ustiga hozirgacha 2 qatim leksiya so'zildi. Har 2 leksiyada 7 davlat guruhi yig'inida Jungoga taqobil turish. Yoki Amerika vakilining o'tirib qo'yg'ini kaskin tadbir qo'llanish, qat'iy kaskin tadbir qo'llanish. Endi hozir boshda nima deb o'qidik? Jungo masalasini bir taraf qilish. Davlatlar birlashib Jungo masalasini bir taraf qilish. Oldingi kun nima dedik? Angliyaning vaziri Boris Johnson nima dedi? 10 davlat, demokratik davlatni ittifoqlashtirib Jungoga taqobil turish. Bugun nima dedik? Angliya parlamenti hozir ichki a'zolarni kesib tashlashni amaldan qoldirish va bilan qarashtirish uchun qonun ma'qulladi. Undaqda savol qo'ying. Xitoy hozir ichki a'zolarni kesib setishni kimga qaratdi vatandosh? Uyg'urga. Uyg'urning yoshlariga, Uyg'urning farzandlariga. Aşılarını türmede, nazarbandda chiqib, uni deb, buni deb bularni opirib, ichki a'zolarni kesib, xalqaro jamiyatni savdo qilib, dollar tepayotdi. Uyg'urning qani bilan dollar tepayotdi. Tunigin men bir xabarni qizga oldim, Shibirg'on deganda jur'at qilib tarjima qilib sizlarga yetkazammidan vatandoshim. Hozir nazarband xonlandiga vahshiylik, Uyg'urlarni haqorat qilish vahshiylikning darajasi shu darajaga yetdiki vatandoshim, Shibirg'on xabar qildi, tarjima qilib sizlarga yetkazalmidi vatandoshim. Xitoyning davlat boshliqlari nazarband xonda va turmalardagi haqoratlarni, Uyg'ur ayollarga majburlangan haqoratlarni ishxonasida o'ltirib tomosha qilib, kino ko'rganda ko'ryotdi dedi Shibirg'on jur. Bugün keldi endi hozir deyli Kanada hükümeti rahbarligi ya Kanada hükümetinin tashabbuskorligi bilan 58 davlat hozir bir xitobnoma e'lon qildi. Oraliqda 39 davlat, 40 davlat Uyg'ur to'g'risida xitobnoma e'lon qilgan. Hani shu qatorda deb o'ylayli. Hozir asosiga 2 nafar Kanadalik 18-yili 2018-yili Xitoy tarafidan qo'lga olingan 2 nafar kal. Hozir dal 2 yil bo'ldi. Mingmanju voqeasiga oid. Endi hozir Kanada tashabbusi bilan o 58 davlat xitobnoma e'lon qildi. Bu xitobnomaning mazmuni başka bir davlatga sayohat uchun borgan, o'ltiraqlish uchun borgan, tuqqay yo'qlash uchun borgan yoki tranzit qilib yo'ldan o'tgan qandoqdir, kimni tutib olib, uni go'raga elish, uni dastakka aylantirish, munosabatli davlatlar bilan diplomatik talash-tortishlarga elib chiqish va shu orqali besim ishlatish pasanda davlatdan qiladigan ishi bor, hurmatli vatandosh. Pasanda. Tushundingizmi? Pasanda davlat shunday qiladi. Bugun Amerika boshchiligida, Kanada boshchiligida 58 davlat mo'shinga qarshi chet davlat, boshqa davlat grajdanlarining qo'lga elish, qarshi turish. O'ylab boqing vatandoshim, hozir eg'izi 2 davlat. Yani 2 nafar Kanada fuqarosi. Bunun kengayishchanligi, zaman kengayishi yoki bunun chekdash doirasi bu xitobnomaning diqqat qilingki vatandosh, Misr Qohiradan tortib Saudiya Arabiston Jiddigacha Uyg'ur qo'lga elish, Xitoyga o'tkazib berish va Xitoyga o'tkazib berishga tayyorlik qilish.
qadrdanımız Türkiye bilan Xitoy o'rtasidagi o'tkazib berish kelishimnomasi. Mundaq aytganda İstanbuldan Kuala Lumpurgacha, Malayziyagacha, Indoneziya va Sharqiy Janubiy Osiyo ellari. Qaysi davlat? Vyetnam, Kambodsha, Tayland. Hozirmi Taylandda Uyg'urlar turmida yetayotgan vatandoshlar. Mo'sha sirli hodislarga biz savol qo'yib baqdikmi? Uyg'urlar savol qo'yib baqdimi? Xitoy dunyo bo'yicha birinchi fashist davlat yoki Yevropada Hitler, Osiyoda Xitoy. Qanday qilib bu 10 ming, 20 ming Uyg'ur nima hijrat deb bu davlatlarga chiqib qoldi? Qaysi yo'ldan chiqib qoldi vatandosh? Çoşqini besib götürüp apır bazarga elip kirip satadigan mashinalar oltag'i yo'q. Çoşq bilan birga mashina oltag'i yo'q. Vyetnam, Kambodsha bu davlatlarga mushu mazlum millat yoki tarbiyasiz qolgan mushu mazlum millat mashinaga o'ltirib ash davlatlarga chiqdi. Oxir Turkiya bularni elib ketdi deylar. Ularni oldi Suriyaga berib to'xtadi degan gaplar bor. Men paketim yo'q birdimi deyolmayman. Moşu Uyghur, moşunçular Uyg'urni chet elga chegiradi qanday chiqardi Xitoy. 20 mingdek odam chet elga chiqishi Xitoy faqatla bayqab qolmadimi? Xitoyning chegarasi shunda oson chegarami? Nimaga bu 20 ming odam o'zining onasi tanımaydigan, dadasi tanımaydigan, ya tilini bilmaydigan, ya Rusiyani bilmaydigan Sharqiy Janubiy Osiyo davlatlari nima qildi? Nimaga bu kishilar O'rta Osiyo tarafga qochmadi? Bu yerda zada qanday plan, qanday maqsad var Xitoy hukumatı? Kim bilan birlashib bu o'yinni o'ynadingiz Xitoy hukumatı? Axir bugungi jazo lagerini qurish uchun eng oxirgi hisobda Uyg'urlarni mushu darajada vayron sarson qilib, yana kelib ularni terrorist qaytirib berasan, tutib berasan deb O'rta Sharq davlatlariga besim ishlatib, siz mushuga keldingiz. Xitoy hukumatı hozir bu bayonot ya xitobnoma e'lon qilinish bilan tangla birinchi bo'lib buning qarshi turgan davlat qaysi? Yana Jumhur Xalq Jamhuriyati. Tashqi ishlar bayonotchisi bayonot e'lon qilib, bu 58 davlat, Amerika, Kanada boshchiligidagi 58 davlatning xitobnomasiga qo'lga olishni to'xtatish, ixtiyoriy qo'lga olishni to'xtatish, bu kishilarni guruhga aylantirish va bularni destekka aylandırıp ikinci devlet bilan sözleşiş, sodalışışın to'xtating dedi. Hozir kim bor o'ylab bakın vatandaşım, dünyada Uyg'urdan boshqa chet davlatlarda ben baş sanab o'tdim. Mana davlatlarda qo'lga olinayotgan, tutilayotgan, Xitoyga o'tkazib berilayotgan Uyg'urdan boshqa hech kim yo'q. Kanada'nın 2 nafar grajdani hamda bu favqulodda ahvol minvanjuga munosabatda Xitoy qo'lga oldi deyli. Hozir butun dunyoda mushu savdoni qilayotgan davlatlar, mustabid davlatlar, faşist davlatlar, kishilik huquqini yaxshilamaydigan davlatlar, g'arb davlatlari bilan savdo, siyosat savdosi olib berish uchun mushu gurakashlikni Xitoy qilyapti. Xitoy ash davlatlar bilan birlashib qilyapti. Dal shu vaqtda bugun Amerika Qo'shma Shtatlari va Kanada 2 davlat birlashib 58 davlatdan imzo qo'yish bilan xitobnoma e'lon qilindi. Bu xitobnomaga garchi bu xitobnomada ismi tilga elinmasimi, birinchi bo'lib qarshi bayonot e'lon qilgan yoki birinchi bo'lib qarshi fikr qilgan davlat yana Jumhur Xalq Respublikasi. Lekin mushu orliqda diqqat qiladigan bir ish, men tunugullardan cho'shdan keyin angladim bir xabarda. Türkiye Cumhuriyeti İçki İşler Ministri Süleyman Soylu oğlu Türkiye'de Uygurlar 2 bayrak aslında, kök bayrak, kızıl bayrak aslında yaşayatıdı dedi. Şungucu boğan arlıqda hükümet tarafından takabir ifade o'tirg'i çıkmagan idi deyli. Biroq hozir Türkiye bilan Jungo o'rtasida esilib turgan bir kelishim, jinoyatchilarni qachoqlarni o'tkazib berish kelishimi esilib turibdi. Jungo buning qo'l qo'yib bo'ldi. Qoida bo'yicha Amerika ovozining e'lon qilgan xabarlarni sizlarga yetkazdik. 1-oyning 26-kuni Türkiye Cumhuriyeti bunun imza qo'yish kerak edi, qo'ymadi. 2-oyda deyildi, 2-xabarda 2-oy, hozir bugun 16 ya 13 kun qoldi. Mushu oraliqda Türkiye bu qonunga imzo qo'yamdi, qo'ymamdi bilgili bo'lmaydi, lekin tuyuqsizlar Ichki ishlar ministri Süleyman Soylu o'g'lining
Uyg'urlar Turkiyada ikki bayroq ostida yashayotdi deganligi mushu 58 davlat xitobnomasiga oz to'la munosabatlik bu yoki qanday? Munosabatlik bo'lsin, munosabatsiz bo'lsin, hozir ikki hodisa allaqachon o'tirg'i chiqib bo'ldi. Masalan, Amerika Qo'shma Shtatlarining sobiq davlat ishlar kotibi Mike Pompeo 1-ayning 19-kuni etnik qirg'inchilik, insoniyatga qarshi jinoyat deb bekitdi Xitoyning Uyg'uristonda elib berayotgan qirg'inchilik siyosatini. Bu biri Türkiye bilan Xitoy o'rtasida kelishimga imzo qo'yishdan, Turkiyaning imzo qo'yishiga ta'sir ko'rsatadigan ish. Ikkinchisi bugungi 58 davlatning xitobnomasi. Bu ham Türkiye hukumatiga astoydil o'ylanish nuqtasida, Uyg'urga o'ylanib turib muomala qilish nuqtasida ta'sir ko'rsatishi mumkin, apandilar. Shundaq deb tahlil qilishga bo'ladi. Bugungi ikki hodisaning ichida, ya'ni ijobiy hodisa, men bevosita Uyg'urlarga munosabatlik demasam, garchi Uyg'urlar eg'izga elinmagan bo'lsa-mu, birinchisi Angliya parlamentining qonun ma'qullaganligi ichki a'zolarni kesib chetish, ikkinchisi 58 davlatning xitobnomasi. Chet elde tutulup qolganlarni o'tkazib bir dastakka aylantirish, qarıştirish Amerika Qo'shma Shtatlar kanalı. Bu ikki hodisa men aytaman vatandoshlar yanala Uyg'ur masalasiga munosabatlik. Bugun sizlarga iqtisod to'g'risida muhokama yoki tahlil elib boratdik. Vaziyat anda bo'lganligi uchun ketib qoldi. Salomat bo'linglar, hurmatli vatandoshlar.